Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Shaxsan men bu kanalda kimdandir nimadir so'rash uchun ochmagandim, lekin nailoj bitta vatandoshimizning uylari kuyib kul bo'libdi. Bir narsani aytib qo'ymoqchiman videoni oldidan, agar sizga bunaqa videolar yoqmasa, o'chirib tashlang yoki chiqarib tashlang. Lekin shunaqa ko'ngillilar bor oramizda, savob talab insonlar bor. Bu videoni o'shaqa odamlarga jo'natib qo'yishingizni iltimos qilaman. Xullas, kuni kecha, ya'ni 9-avgust 2026-yil bitta akaxonimizning uylari ko'rib turganinglardek kuyib kul bo'libdi. Uy 100% tugagan. Hattoki qo'shnilarnikiga ham o'tib ketgan olov. Men bir narsa aytib qo'ygan bo'lardim. Hech qaysi bir vatandoshimizning uylari bunaqa holatga kelmasligini Allohdan chin yurakdan so'rab qolardim. Yana bir narsa borki, bizning O'zbekistonda shunaqa insonmizki, biz o'zbek xalqi juda mehribon xalq, bir-birimizni bunaqa kulfatda tashlab qo'ymaymiz. Shuning uchun bu videoni chiqarishga qaror qildim. Avvalambor uzr ming bor. Bu uyda to'ylar qilinish mumkin edi, bu uyda tug'ilgan kunlar qilinish mumkin edi. Lekin noiloj, ko'ryapsizman, Allohning bergan qadari, Allohning qadariga rozi bo'lmasdan hech qaysi birimizda ilojimiz yo'q. Shunday ekan azizlar, bu videoni chiqarishdan maqsad, men hech qanaqa karta qo'ymayman. Birinchi o'rinda duo qilib qo'yasizlar, duo bilan el ko'karadi deyshadi. Duo qilib qo'yasizlar. Agar ko'ngillilar bo'lsa, men telefon raqam qoldiraman va uyi manzilini chiroyli qilib tushuntirib o'taman. Bir iltimosim. Shu videoni ko'ngillilarga tashlab qo'yasizlar va like bosib qo'yasizlar. Likedan bizga shaxsan hech qanaqa foyda yo'q. Sizni obunachilaringiz bu videoni ko'rishini ta'minlab berish uchun biz like so'raymiz. Undan keyin yangi yo'l blogerlari qayertasizlar? Bitta iltimosim bor. Ilhom osh markazi bor, Dimka 004 bor, Arzon Bro bor, Ostonxo'ja Umarov bor, To'xa bor, Texno City Aziz bor, Aziz Estate bor. Hammanglar iltimos mana shu videoni ko'rsanglar, o'zingizga bitta istoriya qilib qo'yinglar. Albatta sizlarni ham obunachinglar ko'rib, bu videoga befarq bo'lishmaydigan umiddamiz. Agar qo'lingizdan kelsa, yaxshilab mana shu videoni bir chiroyli qilib tarqatishga yordam beringlar va ko'ngillilar qo'ng'iroq qilib, mana shu insondan karta raqamlarini so'rasanglar, karta raqamlarini tashib beradilar. Ko'ngillardan chiqarib, bemalol yordam berishingiz mumkin. Avvalo, hech kimning boshiga bunaqa kulfat tushmasin. Tan joninglar sog' bo'lsin. Kelajakda kim bilib o'tiribdi deysiz, hal boshimizda nimalar bo'ladi? Bu Allohning qadari. Hech kim boshiga tushmasin bunaqa kulfat. Endi bitta iltimos, agar iloji bo'lsa, yangi yo'l blogerlari mana shu videoni o'zingizlarga post qo'yasizlarmi, repost qilasizlarmi, istoriya qilasizlarmi? Nomini aytib o'tgan blogerlardan tashqari yosh blogerchalar ham bor. Har bittalarni aytib o'tirishga vaqtimiz yetmaydi, chunki yangi yo'lda nima ko'p bloger ko'p. Ana o'sha blogerlar ko'rdinglarmi? O'zingizlarga istoriya qo'yaveringlar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Go'zal jannat makon yurtimizda, tinch yurtimizda Alloh o'z panohida asrasin. Tan joninglar sog' bo'lsin. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Aytgancha, adres masalasi Kalinin 2. Bilasizlar, Kalinin Gulbahor ketirish, ya'ni Go'rbanch tomondan kelishda chapga burilasizlar, mozorga yetmasdan 150 metr bu yoqda chap qo'lda shunday ko'rinib turibdi. Kelsanglar, uyni ko'rib shohida bo'lasizlar. Tan joninglar sog' bo'lsin, shu uyni tiklashda yordam beringlar. Qishgacha uyni tiklab, uyga kirib olishsin. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan.